Qizil purchaqning shifoliq roli. Qizil purchaq kishilar tarafidan taom purchaq deb ataldi. Uning ozuqliq tarkibi yuqori bo'lib, yuqori oqsilliq, may tarkibi tuvan, ko'p xil rolga ega qarashliqdir. Tabiiy, mo'tadil, shifoliq roli. Quvvat to'liqlaydi, uchayni siliqlab, tarifni ravolashtirish, qon besim va qondagi mayni tuvalatish, qon shakerini tangshash, suydik haydab zahar qaytirish, rakka qarshi turish, badanni sog'lomlashtirib, o'rg'itish roli bor. Yurak kesili, böğrek kesili va suluq ishiqqa manfaat qildi. İste'mol qilishda bilib olishga tegishli kishilar. Tug'utliq ayollar qizil purchaqni ko'p iste'mol qilib bersa, sutni ko'paytiradi. Qizil purchaq va mashdan 50 gram, ovqatdan 30 gram, guruchdan 200 gram ilib muvofiq miqdordagi suvda pishirib, kunda 3 qatim, har qatimda 100 gramdan iste'mol qilib bersa, seriqliq tushish tufayli jigar yalluqqa manfaat qildi. Kunda qizil purchaqdan 15 gram iste'mol qilib bersa, böğrek va jigarni sog'lomlashtirdi, suluq ishiq va so'ngak shalang'ishga manfaat qildi, o'rg'iltirdi. Diqqat qilishga tegishli kishilar. Qizil purchaq suyini kaydaydi, shunga ko'p siydiganlar oz iste'mol qilish kerak. Qizil purchaqni qo'y go'shti bilan iste'mol qilmaslik kerak.